Assalomu alaykum do'stlar, Aquablogs kanaliga xush kelibsiz. Bugun siz bilan video darslikda diafragmani o'rganamiz. Albatta diqqat bilan tinglang. Diafragma ko'krak va qorin bo'shlig'ini o'zaro ajratib turadigan anatomik hosila. U gumbaz yoki bo'rtiq shaklida bo'ladi. Bo'rtiq tepaga, ko'krak qafasiga qarab bo'rtib turadi. Uning markazida markaziy seroz parda bor. Centrum tendineum xuddi Chaplinning oyoq izlariga o'xshaydi, qarang. Uni chetki tomonlarida mushak bor. Mushak musculus phrenicus deyiladi. Endi mushaklarning qayerdan boshlanganiga qarab bir necha qismlarga bo'linadi. Diafragma. Bel qismi pars lumbalis diafragmatis. Pars lumbalis diafragmatisning ikkita oyoqchasi bor. O'ng oyoq va chap oyoq. Bu oyoqchalarni ligamentum arcuatum medianum, markaziy ravoqsimon boylam o'zaro birlashtirib turadi. Va shu yerda kirish yo'li hosil bo'ladi. Hiatus aorticus deyiladi, ya'ni bu kirish yo'lidan aorta o'tadi. Undan sal teparoqda yoki mana bu yerdan ko'radigan bo'lsak, sal markazroqda hiatus esophagus bor. Bundan qizilungacha o'tadi. Sal o'ngroqqa o'tadigan bo'lsak, bu yerda yana ligamentum arcuatum mediali, medial ravoqsimon bo'ylam va lateral ravoqsimon bo'ylam. Ligamentum arcuatum laterali bor. Endi pars costalis diafragmatis, ya'ni qovurg'a qismi. Qovurg'a qismi oddiy 7-12 qovurg'alarning tog'ayidan boshlanib, markaziy seroz pardaga davom etadi. Xanjasima o'simtadan boshlanadigan pars sternalis diafragmatis ham xuddi shunday. O'simtadan boshlanadi va mushak markaziy seroz pardaga davom etadi. Bu yerda markaziy seroz pardada yana bitta teshik bor. Ya'ni diafragmada jami 3 ta o'tish yo'li bor. Uchinchisidan bu vena cava inferior o'tadi. Ya'ni pastki kavak vena o'tadigan yo'l. Bu diafragmadan o'ngroqda joylashgan. Endi qismlar aro mushaksiz joylar bor. Mana bu yerda, bu yerda, bu yerda va bu yerda. Bular uchburchaklar deyiladi. Mushaklar bo'limini o'tayotgan bo'lsak, bunga o'xshagan uchburchaklarga hali ko'p to'xtalamiz. Kattaroq uchburchak bel va qovurg'a qismlarining o'rtasida bo'ladi. Trigonum lumbocostali deyiladi. To'sh va qovurg'a qismlari orasidagi uchburchakka esa trigonum sternocostali deyiladi. Diafragmani gumbazi tepaga ko'tarilgan dedik. Agar mushaklar qisqarilganda gumbaz yassilanadi, bo'rtiq yassilanadi. Ko'krak qafasi kengayadi. Albatta ko'krak qafasi kengaygandan keyin nafas olinadi. Innervatsiyasi bu nervus phrenicus. Shunday do'stlar, aytib bera oldikmi mavzuyimizni? Sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Salomat bo'linglar, keyingi video darsliklarda ko'rishguncha. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me.